Assalomu alaykum Oqjon aka. Keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog' salomat keling. Sizga rahmat aytgani keldim. Agar qayerdansiz? Men o'zi Chortoqlikman, yuksalishda turaman. Oddiy familiyangiz ayting. Jo'rayev Akmal men ismim. Hop. Men o'sha Turkiyada badanlarimga to'la nima dog'lar toshib ketdi me'dadan. Oq dog'lar. Oq dog'lar, mashchalarimga, oyoqlarimga toshib ketdi. O'sha Turkiyada katta Banisa Slivkiga borib 3 marta bordim, davolanmadim. Shu metka qilib qo'yaman-da. Kattalashaverdi. Hop. Keyin jiyaningiz orqali sizga tapib nima qildik? Telefon qildik, dori jo'natdingiz. 15 kun shu hamma dorilaringizni surtadim. Bir oyda bitta qolmadi. Shunga sizga rahmat aytgani keldim. Xursandchilik, tanjaningiz sog' bo'lsin. Biz ham omma bilmayotdik, yo me'dadan dedikmi, yo bir ishxonada bir narsadan bu doridan dedikmi? Lekin shu videoda jo'natdi sizga, video orqali. Ko'rgandim. O'shanda videoda shu dorilar yozib jo'natibsiz, shular hammasini surtab, ichib, damlamalar ishda. Hammasini bakalashkalar damlab ishxonaga olib olaman. Ichib chanqagan cho'g'imdagi achchiq bo'lsa ham Alloh shifo bergan sizga. Alloh shifo bersin. Rahmatdan sababchi bo'ldingiz shu dori. O'shadan istab kelyapsiz sen. O'shanga. Endi o'g'lingizni ham olib keldingiz. O'g'limni ham yuziga anaqa toshib ketdi, o'g'ri toshib ketdi. Oting nima o'g'lim? O'shanga. Isming kim? Nuriddin. Nuriddin, sen chiqib turasan doim. Suv ichasanmi Fanta Cola? Endi bu dorini bergandan keyin men ichma deyman-da u narsalarni. Ichmay sabr bilan qilasan-da, dorini men chiroyli bo'lsa biting. Keyin chaqirasan, ha? Hozir dori qilib beraman. Men qo'llaringda ham bormi, bag'ingda shunaqa? Yo'q, yaxshi yuzida xolos. Boshqa yerda yo'qmi, aylarda ham oyoq tomonlarda. Orqalarimda. Orqa tomondan ko'rsating. Qani? Kurtka yechuvdim. Bu Nuriddin endi sport qilishadimi? Sportmen qanday bo'lib? Sportmen bo'lmoqchi edi, hozir oyog'i nima qoldi? Oyog'i nima bo'ldi? Oyog'i sal hozir nima bo'ldi? Motor